aka, xalqqa manfaatli bo'lish kerakmi aka? Kamera Agar molingiz yashur bo'lgan bo'lsa, bu narsalarni ishlatmang. Ya'ni Benzin, salarka, shunga o'xshash narsalarni mutlaqo ishlatmanglar. Xato bu. Neft hech qachon kasallikni davolamaydi. Virusni ham o'ldirmaydi. Xo'p, Ro'zi Muhammad, qaysi dorilar ishlatsak manfaatli bo'ladi yashur kasalligi uchun? Foydasi beradigan, naf beradigan dorilardan sizlar ko'zlaringga tanish bo'lgan dorilarni terdim imkon qadar ajratishga harakat qildim. Hamma ishlatishga qulay bo'lgan dorilar. Yana ikkita stop ketib qoldi. Endi bu dorilarda ham puli arzon, ham effekti arzon. Endi puli arzonda har vali pulga naqlavermaylik. Bizga xalqimizga nima kerak? Natija beruvchi dorilar kerak xalqimizga, Ro'zi Muhammad. Natija beruvchi dorilarni oldinga ketishga harakat qildim. Bunga hozir men alohida olib qo'ya olmadim. Menda kuparos yetishmayapti albatta. Mis kuparos yetishmayapti. Mis kuparos kerak, lekin u bakteriya o'ldirish uchun ishlaydi. O'zi aslida mis tarkibli dorilar hammasi bakteriyani o'ldirishga ishlaveradi. Bakteriyaki o'sha yallig'langan joydagi bakteriyalar rivojlanadi, immunitet tushganligi hisobiga tirik organizmda o'zi 100% hammamiz organizmimizda bakteriya bor. Faqatgina shikastlangan joyda bakteriyalar ko'payib ketadi, rivojlanishi, o'zini ko'payishi kuchayib ketib qoladi. O'sha bakteriyalarni o'ldirib, balansni normaga keltirish uchun ishlaydi mednikuparos. O'zi aslida ochiq yaralar uchun. Ochiq yaralar uchun. Ochiq yaralar uchun. Lekin iste'molga noloyiq. Iste'mol qilishga umuman tavsiya bermaymiz. Hozirgi holatda mudomlarda ko'pchilik ishlashni bilib yodlab bo'lgan, lekin hammasi ishlaydi. Aytganimdek, bundan oldingi videoda ishlaganimizdek, buni ishlatadigan prinsipi har xil doktorlarda, lekin natija beradiganlari sizlarga eng yaxshisini aytaman. Miksaferon tarkibi interferon alfa bo'ladi, protovirusli dori. Protovirusli dori. Bundan boshqa buni analoglari ham bor. Ularni ham ishlasalar bo'ladi. Tarkibi interferon alfa bo'lsa, hammasini ishlatish mumkin. Undan keyingi holatda sigirlarda ko'proq bo'ladi, yelin og'rig'igacha olib kelyapti. Yelindagi og'riqqacha ishlab beradi. Bir martalik yo'l bu reklama emas. Bir martalik yo'l bu mastitga, o'sha oqsilga, Necrobacterus oyoqdagi, tuyoqdagi bakteriyalarni, infeksiyalarni olganda ikkilamchi infeksiyalarga ham yaxshi ishlayveradi. Bundan ishlatish kerak. Lekin mablag'i qimmatroq. Undan keyingi holatda immunitet ko'tarishimiz kerak. Immunitet ko'targani asosan ishlaydi. Simulyatorlar, immunomodulyatorlar hisoblanadi bular. Immunobaza, dastin bular ham yaxshi ishlaydi. Natijasi yomon emas. Hozircha hammasi natija berib kelayotgan dorilar. Bundan tashqari oddiy immunitet ko'targani ham ishlatilishi mumkin. Dexametazon yoki ICD-vit ham immunitetni ko'tarib beradi. Bular yaxshi. Undan tashqari moddalar ana shuni yaxshilash kerak. Unga buni ishlatamasiz, dorini turi ko'payib ketadi, juda ham. Faqat ketma-ketligini, birinchi o'sha ketma-ketligini jarayonni ko'rsatib o'tyapsiz. Ketma-ketligini ko'rsatib o'tyapmiz. Iloji bo'lsa, narxlarni bir qator aytib qo'ysangiz-chi, nima deysiz? Narxlarni aytib kelsak ham bo'ladi. Qiyin emas bu, lekin hamma aptekada har xil narx. Hamma aptekada har xil. Bizda ham qimmat bo'lishi mumkin balkim. Oddiy miksaferon dorimiz 65 ming so'm tan narxi, sotilish narxi, bizdagi bir martalik yo'limiz 110 ming so'm sotilish narxi. Bizdagi narxi. Qolganlarda balkim arzon, balkim qimmat, lekin bizda shu narx. Dexametazon 50 ming so'm, ICD-vit ikolimiz 110 ming so'm sotilish narximizda. Immunobaza 65 ming so'm, Dastin 55 ming so'm bizda sotilish narxi. Shunda bizga foyda qoladi. Yana bitta narsa men aytib o'tay. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchilar baytda iloji boricha effektini beradigan dorilarni ko'rsatib o'tiryapti. Narx-navosiga biroz bo'lsa ham bizda qimmatroq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam arzonroq bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor bermaysiz. Asosiy molingizni tuzalishi o'sha 10 millionlik, 20 millionlik molingizni 1 millionga tuzalanimi, 300 mingga tuzalanimi, ishtobi o'sha pulingizni tezlab yoningizga qoldirish uchun. Xo'p, davom etamiz. Ishlatilishi bo'lgan antibiotiklarni sanab o'tamiz. Nikox, Aztravin, Tilazin, Penstray. Bular antibiotiklar bu yashur holatda 3 kundan keyingi infeksiya, ikkilamchi infeksiyaga o'tadi. Ikkilamchi holatdan saqlab qolish uchun ishlaydi bular. Lekin обязательно yashur kasalligiga qilishi kerak. Lekin asli qilish kerak bo'lgan dorilar. Tushiradi. Bular antibiotiklar immunitetni tushiradi. Immunomodulyator immunitetni ko'taradi. Bir-biriga bog'liq bo'lgan zanjir holatdagi bu ikkilamchi kasallikka обязательно o'tib qolmasligi uchun qilinishi kerak. Spreylarda haligi undan oldingi videomizda tushuntirgan spreylar hammasi bir xil ishlayveradi. Xo'p, aka yana sizga qaysi mavzu qiziq, bundan ortiq misol men qanaqa qilib yana soddalashtirib tushuntirib bersam bo'ladi. Kasallikni holatiga qarab, uni hayvon immunitetiga qarab davolash ko'rish yaxshiroq, davolash yaxshiroq. Molni ahvoliga qarab davolash yaxshiroq. Yengil holatlarda oddiy arzimagan margazovkali suv deylik yoki oddiygina bir dona sprey bilan ham hayvonlar immuniteti yaxshi bo'lsa tuzalib ketadi. Agar hayvonning holati, saqlanish sharoiti, taglari nam, shilta, ho'l bo'ladigan bo'lsa, ular davolash обязательно qiyin bo'ladi. Lekin semiz mollarda ham davolash ozgina qiyin kechadi. Undan tashqarigi holatda
ozuqa berilishi yoki ishtahalari qayta bo'g'ilib qolgan mollardan davolash o'ta qiyin bo'ladi, vaqt ko'p sarflanadi. Uning uchun sizlar agar kengroq mavzuni yoritib berishlarini so'rasangiz, kommentariyani ko'ring. Mavzuni kengroq yoritishlarni so'raysiz va o'sha kasal hayvonga boramiz siz uchun aka faqat. Lekin aslida men yashil hayvon davolamayman. Insonlarga olib borib o'ziga tushuntirib ko'rsataman, lekin yashil hayvon davolamayman. Sababi chunki men boshqa sog'lom molxonalarga ham boraman. Sog'lom mollarga borganimda kasal hayvonni ko'rganligim uchun men alohida kimyo almashtirishim kerak, cho'milishim kerak, bunga erinaman. Chunki mendan boshqa doktorlar ham bor, yashilni davolab yurishibdi. Bunga qarshiligimiz yo'q, u risk bu, davolashaversin. Lekin men sog'lom molga borganim uchun yashil hayvon ko'rmayman. Maslahatim beminnat berilaveradi. Agar zarurat bo'lsa, sizni muxlislaringiz uchun, kuzatuvchilaringiz uchun aka, mayli bir kun vaqtim ajrataman, yashil hayvonni oldiga boramiz. Uni kerakli ishlaydigan dorilari, hayvonning holatini tushuntirib, unga qilinadigan uchov dorilarni qilib ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.